Hurmatli tomoshabinlarim, mana bu sochga ahamiyat beramiz. Bu sochni 5:0 ga bo'yagan deb aytayaptilar. Ko'ringlar, 5:0 ga o'xshayaptimi? 3:0 ga o'xshayapti. Sababi tarozi ishlatmabdi. Masterlari Kadishvadan kelganlar. Tarozi o'lgurib 65 ming, 50 ming atrofida turadi. Bitta tarozi olsalar o'lib qolasizlarmi? Bu tarozi ishlatmagan. Kraska ko'p tushgan, qoshqilab solgan va u yerga oksigentni ham qoshqilab solgan. Natijada 5:0 ga bo'yalgan soch 3:0 ga o'xshab to'qarib ketgan. Bular sochlarni atay ochartirganlar rangini va ochartirgan bilan ham farqi yo'q ekan. Baribir o'sha oq chiqib kelyapti deyaptilar-da. Unaqa emas. Sochda agar uzunligini, o'zlarining sochiga nisbatan ochroq rangga bo'yab bersalaring, shunaqa bo'lmaydi. Kim qilgan bo'lsa ham, yana kimdir shunaqa bez tarozi ishlayapti turgan bo'lsa, tarozi olinglar. Uyalmaysizlarmi? Professionalni kraska ishlatyapman deb klientlar log' qilishdan oldin bitta tarozi olib professionalni ishlash kerak. Gap kraskada emas, gap masterni bilimida. Mana miyaga olgan bilimni to'g'ri ishlatishdi. Kraskani sotib olib turib, klientlarni log' qilmanglar unaqa tarozisiz ishlatdi. Juda ham xafa bo'ldim hozir ko'rib. Yana shunaqa masterlar bor ekan. Ishlatib bo'lgandan keyin kraskani yarmi qoladi-yu, o'shani keyingi safar olib kelsangiz bo'yab beraman deb uyga berib yuborar ekan. Okислитель yo'q bo'lgandan keyin uni ko'tarib klientlar boshqa joyga ham bora olmaydi, boshqa narsaga ham ishlata olmaydi. Hayron qoldim borku. Vot. Tomoshabinlarim, hurmatli klientlar, mabodo sizlarning qo'llaringga ishlatib bo'lingandan qolgan kraskani yarimta kraskalarni berib, keyingi safar olib kelasiz deb beradigan bo'lsa, bilinglar, professional kraska ishlatgani bilan master professional emas. Professional masterlar qo'llangan kraskani berib yubormaydi. Bu prosta ahmoqgarchilik xolos. Agar kimda kim mana shunaqangi qilib kraskani olib chayib rasvo qilib ishlatib turgan bo'lsa, onlayn offlayn kurslarimga yozinglar. Ja unaqa qimmat emas, men sizlarga yordam berishga tayyorman. Klientlarning sochini bunaqa qilib qiynamanglar, yana kamiga bustapam qilib qo'ygan. Mana ko'ryapsizlar? G'iji-biji bo'lib yotibdi soch. Shu soch 5:0 ga bo'yalganga o'xshaydimi? Yo 3:0 ga bo'yalganga o'xshaydimi? Fikrlaringizni kommentariyada yozib ketinglar. Shunday qilib tarozisiz ishlagan masterlar va ortib qolgan kraskani yarimta kraskalarni korobkaga solib uyga berib yuborgan masterlardan ehtiyot bo'linglar. Men sizlarni ad-dushi ogohlantirib qo'yapman. Meni tanisalang kerak. Tanimaganlar uchun men Nargiza Hayitbayeva, soch bo'yash bo'yicha ekspert, trener koloristman. Bu yerda sochingiz uchun foydali ma'lumotlar, koloristlar uchun ham foydali ma'lumotlar. Obuna bo'ling.